Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tinchmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qayerdasiz? Ma'qul. Bugun bir ko'rishib o'tirmaymizmi degandim, agar vaqtingiz bo'lsa. Nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Men shu yerda markazdaman. Soy kafening yonidaman. Shu yerdan o'tib ketayotdim. Shu yerga o'tiramizmi bo'lmasa? Bo'ldi, xo'p. Alo. Ha. Qarama, o'zim keyinroq qo'raman senga. Biroq oldiga keldim. O'zi taqmay turgin, telefon qilmay tur faqat. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Ovqatlaysizlar, boqamiz. Oylik kesak boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom do'stim. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Qandaysiz? Boqam, boshqam. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Biz yaxshimiz. Progressiya qanday bo'lyapti? Bo'lyapti, o'zi savdolar qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Hozir o'zim telefon qilib qo'raman, oldimda odam bor edi. O'zi taqmay turdim. Kelin ismi Shahnoza emasdi-ku? Qanaqa Shahnoza bilan gaplashdingiz? Do'stim, taksi qilaman, Toshkentga qatnayman, xabaringiz bor. Hop. Narigi mahallada bir Shahnoza degan qiz bor edi. O'tgan safar olib kelaverdim. Shu boshqacha muomala qilyapti. Do'stim, yer bor ayollar bilan gaplashib bo'lar ekanmi? Bizni bunaqa qilmoqchi emas edim. Bunaqa narsalarni umuman qilish kerak emas, o'rtoq, bilasizmi? Kirakashlik qiladigani, mashina sekin o'tirsa o'sha bilan gaplashib ketadigan emas. Do'stim, sizni ham ayolingiz bor, bola chaqangiz bor. Uni ham xuddi shunday, umr yo'ldoshi bor, farzandlari bor. Siz bunaqa ishni qayt qilmang. Allohdan qo'rqing, do'stim. Bo'ldi o'rtoq, bu safar endi qilmayman, qaytarmayman. Ma'qul. Mana Shahnoz, tuzukmisan, yaxshimisan? Telefon qilmasa ham qilaverasan, ha? Oldimda og'aynim bor edi. Bo'ldi, ertalab boraman. Go'jmalar ering ketadimi? Bo'ldi, shu ertalab ketgan vaqtda boraman. Chiroqli tayyorgarlik qilib qo'yganda